Bugun sizlarga ajoyib bir gul yasashni o'rgataman. Oldida obloshkada rasmda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Rosa ham oson. Farforimizga sariq rangni berib olamiz. Endi qaranglar. Mana bunaqa kapilka qilib chiqamiz. Mana bu uzunroq ozgina cho'pimizni olamiz. Qaranglar. Uchli qilib kichkinagina atrostikchalar qilamiz. Sizlar bilan bugun bizni magnoliya qilamiz. Uchli atrostikchalarni sariq rangda beramiz. Keyin sizlar bilan tonirovka qilamiz uni. Hammasi bir xil bo'lishi shart emas. Uchlarini dumaloq qilib sekin atrostiklarni berishni boshlaymiz. Kecha biz O'zbekiston parkiga borgandik. Juda ham chiroyli magnoliyalar ochilibdi. Shularni tomosha qilib, nastroyeniyalarim ko'tarilib, sizlarga yangi bitta gulli yasashni o'rgatmoqchi edim. Duo qilib qo'yasizlar. Bu master-klassimiz sizlar uchun, lekin xohlagan paytingizda YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. O'tkazib yubormasdan sekin ko'radigan bo'lsanglar, обязательно o'xshab chiqadi, Xudo xohlasa. Mana qaranglar, o'rtasiga uchli qilib yasab chiqamiz. Sekin boramiz. Bo'ldi, mashina o'zi yetadi bizga. Endi qaranglar, ko'rgan bo'lsanglar, nastoящий magnoliyada uchli o'rtasi mana bunaqa uchli bo'ladi-da, temamlarda mayda narsachalari bor. O'sha mayda narsachalarni ham hozir qilamiz. Mana qaranglar. Pastrog'iga qilamiz, chunki u atrofida dumaloq bo'ladi uni. Pastlarida uchli qilmaymiz, uchini ozgina qoldiramiz. Uchlarni olib tashlab, atrofiga dumaloq qilib, mana uchtidan chiqamiz. Bo'ldi, dumaloq qilib atrofini. Agar ko'rgan bo'lsanglar, mana shunaqa atrofida mayda peshtikchalar bor. Keyin uni biz sizlar bilan oddiy luboy uyda qanaqa kraskalar bor bo'lsa, akvarelnimi, professionalnimi farqi yo'q. Bolalaringlar maktabga boradigan, darsda bo'yaydigan kraskami farqi yo'q. O'shani olib sizlar bilan keyin bolalikni eslab rang berishni boshlaymiz. Menda o'zi hech qachon rasm chizishga qobiliyatim bo'lmagan. Shuning uchun tonirovka qilish menga ozgina qiyinroq. Kimda agar rasmlarni yaxshi chizadigan bo'lsa, как говорится, вам повезло. Sizlar уже master model yasash bo'yicha mutaxassis desa bo'ladi. Chunki master model yasashni asosiy qoidalaridan bittasi yaxshi rasm chizish. Agar yaxshi rasm chiza olsanglar, demak, gullarni tonirovkasini ham chiroyli qilib berasizlar. Tonirovka berish uchun ham rosa sabr kerak. Mana ko'ryapsizlar, atrofini dumaloq qilib chiqaman. Bitta rangda qilayotganimning sababi tagida ajralib qolmaydi. Mana telarini yaxshilab tushirib qo'yamiz. Rang berganimizda har xil alyapis rang chiqmaydi. Rang berishdan qo'rqmanglar. Mana telari qiyshu bo'lsa hech narsa qilmaydi, chunki bu bizning magnoliyani ichida qolib ketadi. O'zi men buni yashil rang qilishim kerak edi. Lekin yashil rangim qolmaganligi sababli sariq qildim. Buni tonirovka qilayotganimizda bu bunaqamizni yopib ketsak bo'ladi. Tak. Bu tarafini ozgina qilamiz. E'tibor beringlar, bu yog'i uchli, pasti mana bunaqa dumaloq bo'lishi kerak.
tepadagi qismini uchli qilinglar. Pastiga atrofidagi dumaloqni dumaloq qilib chiqinglar. Keyin sizlar bilan kraskalarni olib chiroyli qilib chiqamiz. Farforimizni ozgina qotirsak, shu yetadi. Chunki hozir agar mana shu yumshoq farfor ustidan kraskalaydigan bo'lsak, sizlar bilan hozir 5 minutlik qilgan ishimizni ketadi. To'g'ri yo'lga qarab. Shuning uchun mana shuni hozir uchli qilib olamiz. Keyin qaranglar, bitta porядокda bo'lishi shart emas. Aynan qanaqadir terilish texnikasi yo'q. Главныйsi tabiiy gulga o'xshab, proporsiyalari o'xshab chiqsa bo'ldi. Ko'rasizlar, mashina o'zi menimcha yetarli bo'ladi. Mana ko'rasizlar. Bo'ldi, keyin mana qatron lipistochkalarni qilib chiqamiz. Shu bilan davom ettiramiz. Buni ozgina qotiramiz 2-3 soat. Keyin sizlar bilan bo'yashni boshlaymiz.